Obbo. Yozib, endi o'tiruvdi. Dardlashib. Menga qara. Men uyga bormayman. Sen meni to'xtatgin-de. Tezroq uyga bor. Xo'p. Agar ammam mamlardan xabar topsalar bormi? 3-jahon urushi boshlanadi. Shuni o'zing borib o'z og'zingdan gullab qo'ymasliging uchun men buni kamroq ishlayapman. Og'risi. Bo'ladi. Bo'pti. Men ketdim. Mayli aka. To'xtang, shoshmang. Rasmini ko'rsatmadingiz uni. Keyin ko'rsataman. Bo'pti. Hech kim kelmadi. Kecham tushib qoldi. Men boya telefon qilgandim. Ish bilan shahar tashqarisiga chiqib ketishibdi. Hozir qaytib qolishadi. Mayli. Shoshirmang. Ehtiyot bo'lib kelishaversin. Opa, men biror bir haydovchini chaqiraman. Agar ketmoqchi bo'lsangiz, kech bo'lganda o'zingiz qorong'ida yurasizmi? Yo'q. Sen ovora bo'lma. Men bu 1-2 kun shu yerda qolmoqchiman. Hovlida nabiralar charchatib qo'yishdi. Qolaversa, bu yangi xonadoningga mehmon bo'lib kelganim yo'q. Obbo, endi qolish fikri qayerdan chiqib qoldi bunga? Voy. Bemalol opajon. Men hozir kelinga aytaman, bitta xonani sizga tayyorlab beradi, xo'p? Albatta. Qani kelinjon, men bilan yuring. Hop. Issiqdan bo'lsa kerak. Allo, Nargiz, yaxshimisan? yaxshi rahmat. Erkinek yaxshimisiz? Yo'q. Nimagadir boshim aylanib. Negadir boshim aylanyapti. Issiqqanmi yoki tushlik qilmaganimgami? Nimaga tinchlikmi? Erkinek yaxshimisiz hozir? Xotiraman, yaxshiman. Hozir o'tib ketsa kerak. Kelib qoldim, ha. Men hozir javob so'rab uyga boraman. Yo'q, kelma. Yaxshiman deyapman-ku. Bo'ldi, men bu narsaga borsam o'tib ketadi. Siz ehtiyot qiling Erkin aka. Xo'p, Charchagan bo'lishingiz mumkin. Men yana telefon qilib xabar olaman. xo'p. Sen ishingni qilaver. Xo'p. Opa, yaxshimisiz?
kelishingiz biroz yetganingizda o'zim chiqib kutib oladim. Rahmat. Men sen bilan jiddiyroq gaplashib olgani keldim. Avvalo sendan xafa bo'lib yurgan bo'lsam-da, uyimga odam jo'natib shirinlik berib yuborganing uchun keldim. Hurmating uchun rahmat. Lekin katta qizingning hayoti senlarga dars bo'lganmi, yo'qmi, shuni bilgani keldim. Amajon, choy. Rahmat, ko'p yashang. Seni farzandlaring meni ham jigarlarim bo'ladi. Xotiningning gapiga kirib, yana xato qilib qo'ymading deb qo'rqib turgan edim. Opa, men nima qildim? Sen jim tur. Nima? Qilgan xatolaringni yuzingga solishim kerakmi? Kelinni ko'rdim. Esli xushli, tarbiyali, chaqqongina kelin ekan. Lekin o'g'lingdan cho'chigan joyim bor. Bu kichkinangni juda erka o'stirgansan. Bizi urf-odatlarimizni yaxshi tushunmaydi. Avropacha fikrlaydi. Eshitib qo'ylaring. Agar kelinni xafa qiladigan bo'lsalaring, meni bu uyda umrbod qoramni ko'rmaysanlar. Opa, bo'ldi endi. Nima araz qilasiz? Mana shu bolalarimni baxtini o'ylab yuribman. Ha, Men qarang. Ama Nargizdan to'yga ham kelmadingiz-ku. Nargiz o'zimga o'xshagan. Haqqini yerda qoldirmaydi. Undan ko'nglim to'q. To'yga kelmagan bo'lsam ham, eshitdim, juda ham baxtli. Ammalarning qiroli. Ammajonim, assalomu alaykum. Ke bolam? Esonmisan? Bormisan? Tuzukmisan? Sog' salomat yuribsanmi? Zo'r. Dadajon, assalomu alaykum. Onajon, assalomu alaykum. Va alaykum, va alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Ammam, yaxshimisiz? Borman, Xudoga Jon shukr. ishtomi? Allohga shukr. O'zing tuzukmisan? Yaxshi. Kelinglar mavra bo'lsin. Rahmat. Ha, o'rgilay sendan. Charchamayapsizmi o'zingiz? Nima gaplar? Aka, nimadir ichasizmi? Qahva. Ammajon, nima deyatdim? Uyoqlar tinchmi? Zo'r. O'zing yaxshi keldingmi, bolam? Tuzukmisan? Вообще zo'r. Nima balo sepib olgansan? Atirimmi? Hidi shunaqa. Ha. O'lsin-a. Atiram shunaqa bo'lsa. Erkin aka? Erkin aka? Erkin aka? Voy, kalit o'qib ketibdi-ku Erkin aka. Erkin aka? Voy. Erkin aka, nimaga eshikni ochmaysiz? Odam qo'rqitib yubordingiz-ku. Uxlab qolgan ekanman, Nargiz. Namuncha vahima qilmasang. Bir pasda kelib oldingmi? Gaplashganimizga hech qancha bo'lmadi-yu hali. Qanaqasiga bir pasda kelaman? Gaplashganimizga 3 soat bo'ldi-ku.
3 soat. Ha? Ishimni tugatib kelyapman. Maziz yaxshimi ish qilib? Yaxshi. Unda men sizga ovqatni harakatini qilay-a? Bu narsa yedingizmi? Boy boshim aylanyapti degandingiz. Hozir yaxshimisiz Erkin aka? Yaxshiman. Ovqat yeb oldingizmi ish qilib? Yedim. Rahmat. Meni aldabsiz-a? Hech qanaqa ovqat yemagansiz-ku. Muzlatgichga ovqatni qanday qo'ygan bo'lsam, xuddi shunaqa turibdi. Yo'q, yedim. Muzlatgichdagi ovqatga ahamiyat bermayman. Shunga ko'chadan buyurtma bera qoldim. Ha endi men qilgan ovqatlab yemasa bo'ladi. Qo'limdan ovqat yeyis kelmaydi. Shu uchun ko'chadan buyurtma qilgansiz-da. Nega unaqa deysan? Qara, mana boshni qaragin, chiroyliligini. Mana men degan oshpazam bunaqa ovqat qila olmaydi. Seni qo'ling juda ham shirin, unaqa demagin. Qani unda oling-chi. Ko'ramiz. Ko'chadan buyurtma berdim deb yana meni aldayapsiz. Qarang, siz yaxshi ko'rganingizdek pishirdim. Zig'ir yog'ida pishirdim. Zig'ir yog'idami? Rahmat. Oling, go'shtlardan yeng. Tinchlikmi? Erkin aka. Erkin aka, yaxshimisiz? Sen xavotir olma. Ishxonada bo'lsa kerak. Shunday gaplashib oling. Sen yevur. Tushunmadim. Erkin aka. Erkin aka. Hozir. Ho, jonim. Nimaga qulflab oldingiz? Yaxshimisiz? Hozir. Men ishga ketyapman. Stol ustiga noshtangiz tayyorlab qo'ydim. Yeb olarsiz-a? Yanadan kasallik qilmang, ovqat yemasdan chiqib ketmang uydan. Bo'lmasam kasal bo'lib qolasiz. Xo'p, yeyman. Xo'p, yaxshi qoling. Tushunmadim. Qarayapman shekilli. Kuningiz xayrli bo'lsin, hayotim. Meni baxtimga doimo sog' bo'lishingiz zarur. Iltimos, o'zingizni men uchun asrang. Ovqatlarni o'z vaqtida yeb oling. Rahmat. Jonim.
hayotimga kirib kelganingdan juda xursandman. Shuhrat! Shuhrat! Labbay, eshitaman xo'jayin. Hisobotlarni kim tayyorladi? Buni Nargiza xatmini tayyorlagan, tinchlikmi? Tez xonamga chaqir. Xo'p bo'ladi. Nargiza xatmini sizni direktor xonalariga chaqiryaptilar. Assalomu alaykum. Chaqirganmidingiz? Bu hisobotlarni siz tayyorladingizmi? Ha, man. Tinchlikmi, biror bir kamchiligi bor ekanmi? Menga qara, o'z umringni hisobot tayyorlaganmisan? Nima bu maynavozchilik? Bu 3-sinfda yozgan husn xatiga o'xshaydi-ku. Menga qara, qayerda o'qigansan o'zi? Yo, dadangning pullari bilan o'qishni bitirgansan. Ha, albatta. Boshqa variant ham yo'q. Xullas, bugunoq bularni hammasini to'g'rilab, menga olib kirasan. Shoshma. Qog'ozlarni terib ket. Sen ozgina ishlab tur. Bir-birimizga suyanadigan vaqt hozir. Kelajagimizni axir o'zimiz quramiz-ku. Opa, siz bilan qanaqa qiyinchilikdan o'tganmiz-a? Nimalarni boshimizdan o'tkazmadik-a? Hozirgi yoshlardan juda ham xavotirdaman-da. Gohida o'ylab qolaman. Bularni pul bilan o'stirdikmi? Qiyinchilik ko'rishmagan, sal arzimagan narsaga tarki dunyo qilib yuborishadi. Tavba. O'zlarining hayotlari uchun kurashmaydi. Bilsang agar, bu savollarning yechimi hammasi bitta o'zingda. Sen bularni biroz erkinroq qo'y. O'zlari yashassin, pul topsin. To'siqlarga uchrasin. Ha o'sha to'siqlardan chiqish yo'llarini o'rgansin. Bilsang agar, shu paytgacha seni nomingni sotib, ishlarini bitkazishgan. Qayerga borishmasin? Palonchini o'g'li, pismadonchini o'g'li. Hal qilishadi-da. Sen menga qara. Hamma ishni qo'ygin-da. Bir dam olishga bor. Kelinni ham o'zing bilan ovol. Yoshlarni biroz o'z holiga qo'y. Bilmadim opa, qanday bo'larkin. Ularni o'z holiga tashlab qo'ysam, yana bir narsalarni boshlab yurishmasin. Boshlamaydi. Ishlaringni hal qilgin-da, keyin dam olishga bor. Boshladik. Uchrashuvni boshlab berdi.
O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari birinchi hujumni uyushtirishmoqda. Zaxiradagi futbolchilarni ham tezkor etmay eslatib o'taman. Demak, zaxirada Sharof Qudsinov, Azizjon G'aniy. Zerikdim. Nega zerikasan? Qara, futbol zo'r bo'lyapti. Shunaqa yotaverasizmi? Yo'q. Oxirgi paytlarda o'zgarib ketgansiz. Nargiz, qo'ysangchi. Shu erkak kishi charchashga ham haqqi yo'q, a? Kam gaplashsang o'zgarib qolding, birpas charchab qolsang o'zgarib qolding. Ertalab nonushta qilganmidingiz? Ha, qilgandim. Nima, yoqmadimi nonushtam? Albatta, yoqdi. Menga biron gapingiz yo'qmi bodo? O'zing nimadir demoqchimisan yoki Yo'q, hech narsa demoqchi emasman. Bo'ldi, esladim. O'zingni bos, esladim. Voy. Xo'sh. Nonushtada, ha? Pishirgan go'shtni menga yoqdi. Erkin aka. Bo'pti, shoshma. Shu hatto yozganlaringni yuzimga aytsang bo'lardi-yu. Uyalaman-da Erkin aka, bilasiz-ku. Uyalganim uchun shu gaplarni hammasini qator qilib sizga yozdim. Bo'pti, xo'p, mayli. Unda yozishda davom etamiz. Kelishdik. Endi esa futbol ko'ramiz. Iya. Oy chiqishi bilan bizni Malika qurbaqaga aylanadigan vaqt kelib qoldi-da. Yo'limdan qoching. Yo'q. Balki men bilan qolib, ertalardagi hayotni davom ettirarsan. Qanima? Nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. Yo'q. Yo'q, tushunmayapman. Qoching yo'limdan. Voy tavba qildim. Xuddi o'ziga. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Adolat opani kelinini aytaman-da. Xo'sh, nima qilibdi unga? To'y kuni vaqtliroq yordamga deb chiqqan edim. Karim opani topolmasdan uydan chiqib ketayotgandim. Bitta qiz kelib, mendan Doniyorni so'radi. Ichkarini ko'rsatib yubordim. Nafosatmi? Yo'q, qanaqa nafosat? Mana shu kelindi. Siz kimgadir o'xshatgandirsiz, balkim singlisidir. Yo'q, qarindoshidir. Xuddi o'zi deyapman-u, nega ishonmaysiz? Ko'zlarim bilan bilib turibman-u, bilib turibman. Voy, Adolat opa chiqdi. Yuring, gaplashib turib qarayotganimizni ko'rmasin. Menga qara. Tezroq ishlaringni qilgin-da, ichkariga kir. Qo'shnilar ko'rmasidan. Xo'p bo'ladi.